Assalomu alaykum. Sayroq kanali ekani ashaddiy ixlosmandlari. Sizlar bilan Sayroq ishlar O'shan klubi nodavlat notijorat tashkilotining rahbari O'shan Azamatov bo'laman. Anchadan beri videoda olmagan edim. Ko'plab ishqibozlarimizni, ko'plab muxlislarimizni talabiga binoan yana xudo xolasa videolar chiqarishni boshlaymiz. Sababi o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib, shu yaxshi yengil tashvishlar bilan ovora bo'lib qolganimiz. Xudo xolasa yana yangi kontentlar, yangi videolar chiqadi. Hozir kuz oyida kelib chiqadigan kasalliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, yoz oyida har xil infeksion kasalliklar, yara, toshmali, gripp kasalliklarini haqida ma'lumot bergan edik. Kuz vaqtida keladigan kasalliklar nimadan iborat? Birinchi o'rinda bitlash. Bu ham kasallik deb qaraydigan bo'lsak, sababi bitlagandan keyin qush kasalga chalinmasdan yoki tullamasdan o'tmaydi. Tullash ham bu kichkina kasallik hisoblanadi. Shu sababdan har nimada, ya'ni 3 oyda bitta kvartalniy deydi-ku, 3 oyda bitta qushlarni bitib bo'lsa bo'lmasa dorilashni maslahat beraman. Bu dorilarni bezarari haqida maslahat bergan edik. Bars dorisi haqida. Unda ko'plab odamlar faqatgina nafaqat qush, odamim, bolamni boshi bitlab ketdi, unga qilsam bo'ladimi, bunga qilsam bo'ladimi degan savollar tug'ilgan edi. To'g'risini aytaman, hurmatli ishqibozlar, men qush ishqiboziman, odamlarning doktori emasman. Qushlar haqidagi kasalliklar, ma'lumotlar haqida berishim mumkin bo'ladi. Sababi o'sha ilmimga tayanib, tajribamga tayanibgina maslahat beraman. Lekin odamning boshiga uni qilsa bo'ladimi, qilsa bo'lmaydimi, unisini bilmayman. Kezi kelganda aytib o'tib ketishim kerak. Xo'p, kuz oyida keladigan kasalliklar. Birinchi o'rinda bit. Bit ham bu kasallik, sababi bitlagan qushlar, ya'ni kamqonlik kasalligiga uchraydi. Kamqonligini qayerdan bilamiz? Ya'ni oyog'ida A vitamini yetishmasligi, qushlarning oyoqlari oqarib ketishligidan biladigan bo'lamiz. Xo'p, oyoqlari oqarib ketishlik bu A vitamini yetishmasligi. Bu ko'pincha bitlagan qushlarda yuz beradi. Shu kasallik ko'p uchraydi va qushlarimizda oltin gugurt, ya'ni tanasida oltin gugurtni ko'payib ketishligi bo'yicha kuz oyida uchraydigan kasalliklardan bittasi. Oltin gugurt ko'payib ketganligini uni qayerdan bilamiz? Ya'ni qushlarimizning oyog'ida, ya'ni oyoq panja qismlari, ya'ni qo'tirga o'xshab har xil mayda oq toshmachalar, mayda narsalar paydo bo'ladi. Buni xalq tili bilan aytganimizda gribok deymiz. Oyog'i gribok bo'libdi yoki oyog'i paypoq bo'lib ketibdi deymiz-ku. Ana o'sha narsalar, ya'ni bu o'sha vitaminni yetishmasligi yoki kir boqishligidan yoki vaqtida o'sha kamqonlik qushlarda ham kuzatiladi va shundan keyin shu oyoqlar oppoq bo'lib, tuzzasigacha bo'lgan qismi oppoq rangga kirib qoladi. Ya'ni sog'lom qushlarni kuzatadigan bo'lsa, ya'ni qizil, ya'ni qip-qizil chiroyli oyoqlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yana o'sha A vitaminining yetishmasligi, vitaminoz kasalligini kelib chiqishligi bu kuz oyida bo'lganligi sababli ko'pchilik